Jizzax shahrida Media Park oldida yaqin ukalarimiz Muzi Fresh degan kokteyl, smuzi, har xil sharbatlardan, tabiiy mevalardan ko'rishingiz mumkin. Yangi biznes ochibdi. Hozirdan tanishlarga bor. Zardo'rliklar, akalar, ukalar, xudo xolasa yangi biznes boshlaganmiz Jizzax shahrida. Naturalniy soklar, mevalardan smuzi qilib beramiz. Blenderdan chiqarib, naturalniy soklar hech qanaqa ximiyat qo'shilmaydi. Undan tashqari quvvat kokteyllarimiz bor. Buni bir marta ichgan odam albatta ikkinchi marta kelib ichgisi keladi. Undan tashqari olma apelsin soklar bor. Ice choylarimizda 3-4 xil mojitolarimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar, hammalaringizni kutib qolamiz. Shahrimiz ertalab soat 10:00 dan 12:00 gacha bo'ladi. Hammalaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Agar yo'linglar tushib Jizzaxga keladigan bo'lsalaring, kelib bitta mazasiga baho berib ketsa, qo'llab-quvvatlab boramiz. Bu videoni shu Jizzax shahrida yashaydigan, ishlaydigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Manzilimiz Mega Brand, Media Park, Muzi Fresh, o'zimizning yaqin ukalarimiz. Qo'limizdan kelgancha o'ta mahsulotlardan foydalanib, qo'llab-quvvatlab boramiz.